Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz neyropedagogika fanidan bolalarda ijodiy faollikni shakllantirishning neyropedagogik imkoniyatlari mavzusi bo'yicha fikrlashamiz. Bu mavzumiz ikkita rejadan iborat. Birinchi rejamiz bolalarda ijodiy faollikni shakllantirishning neyropedagogik imkoniyatlari. Ikkinchi rejamiz ijodiy tafakkurni rivojlantirishda neyropedagogik yondashuvlar. Bolalarda ijodiy faollikni shakllantirishda neyropedagogika imkoniyatlaridan foydalanish faoliyat jarayonini barcha bosqichlarini tashkil etishda. Birinchi, motivatsiyani hosil qilishda. Ikkinchi, bolaning individual imkoniyatlarini hisobga olishda. Uchinchi, tabaqalashtirilgan yondashuvni tatbiq etishda. To'rtinchi, nazorat turlarining xilma-xilligini ta'minlashni talab etadi. Bolalarda ijodiy faollikni shakllantirishning neyropedagogik imkoniyatlari motivatsion bosqich, anglash bosqichi, refleksiya bosqichlari asosida amalga oshiriladi. Motivatsion bosqichning muvaffaqiyati ko'p jihatdan bola individualligining psixologik jihatlari bilan bog'liq. Bolalarda ijodiy faollikni shakllantirish motivlari shaxs sifatida shakllanish, o'z-o'zini anglash, voqealar rivojidagi o'zaro aloqadorlikni aniqlash istagi, o'zining borliqdagi o'rnini anglash kabilar bilan bog'liqlikda sodir bo'ladi. Motivatsion bosqich o'ng yarim shar intellektiga mansub bolalarda obyektlarning estetik jihatlari, amaliy ahamiyatini anglash ehtiyojlari katta qiziqish uyg'otadi. Chap yarim shar intellektiga ega bolalarda voqelikni o'rganishda, motivatsiyani hosil qilishda, bilish faoliyatiga alohida e'tibor qaratish zarur. Faoliyatning anglash bosqichida o'quv faoliyatini tashkil etishga tabaqalashtirilgan yondashuvni tatbiq etish uchun bolalarning voqelikni idrok qilishi, axborotlarni qayta ishlashi, intellekt, faoliyat, nutq, emotsiya, xotira va fikrlashning o'ng va chap yarim shar intellektlariga xos individual xususiyatlarini hisobga olish lozim bo'ladi. Jumladan, o'ng yarim shar intellektiga mansub bolalarda idrok etish yaxlit tavsifga ega bo'lsa, chap yarim shar intellekt ustun bo'lgan bolalarda diskretli qismlarni alohida idrok etish xosdir. O'ng yarim shar intellekt bolalar tarixiy voqelikni idrok etishi vizual, chap yarim shar intellektga ega bolalar ko'proq audial idrok turini o'zida aks ettiradi. Axborotlarni qayta ishlash jarayonida ham bosh miya funksional asimetriyasi bilan bog'liqlikda o'ziga xos jihatlar farqlanadi. Agar o'ng yarim shar intellekt vakillarida qayta aloqa juda tez, tasodifiy shoshqaloqlik bilan namoyon bo'lsa, chap yarim shar intellektlarda axborotni o'zlashtirish ketma-ketlik, chiziqlik ko'rinish kasb etadi. Voqelikni idrok etish faqat nazariy tasvifga bo'lib qolmasligi lozim. Bolada nazariy va amaliy faoliyat uyg'unligini ta'minlash tarixiy tafakkurning rivojlanishini belgilab beruvchi muhim omil sanaladi. Mazkur jihatdan ham individual ijodiy faollikni shakllantirish jarayonida nazariy yondashuv verbal va nazariy intellektga ega yarim shar intellekt uchun ideal ahamiyat kasb etsa, o'ng yarim shar intellektlar uchun mazkur jarayonning amaliy va verbal intellekt sifatida hosil qilinishi muhimdir. Refleksiya bosqichida faoliyatning samaradorligi kelgusidagi faoliyatni loyihalash uchun poydevor quriladi. Odatda o'quv ishining yakuni baholash, ya'ni rag'batlantirish bilan himoyalanadi. Tarbiyachi bola tomonidan bajarilgan topshiriqlarning to'g'riligi va to'liqligini baholaydi. Bunday holat bolani kuch va imkoniyati hamda faoliyatini bahoga qaratib qolishiga olib kelmasligi lozim. Amerikalik olim Hannafordning ta'kidlashicha, oddiy yodlab olishga yo'naltirilgan nazorat fikrlashning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Nazorat uchun o'zlashtirishga olib keladi. Shubhasiz, ushbu holatda bola yuqori
darajadagi fikrlashning amaliy ko'nikmalariga ega bo'lmaydi. Doimiy e'tiborning nazorat ishlarining natijasida yuzaga keladigan stress bolada keng sathdan turib muammoning yechimlarini topish qobiliyatini pasaytiradi. Ana shu sababli tarbiyachi bolalarning ijodiy faolligini tashxis etishda bosh miya yarim sharlari asimetriyasini hisobga olish lozim. Chap yarim shar intellektga ega bolalarning ijodiy faoliyatini nazorat qilishda ko'proq tasviriy faoliyatga doir, o'ng yarim shar intellektga ega bolalarning o'zlashtirganlik darajasini tashxis etishda og'zaki topshiriqlardan foydalanish talab etiladi. Ijodiy faollik bu bolaning o'z fikrlarini erkin ifoda etishi, muammolarga yangicha yechim topa olishi, tasavvur qilish qobiliyatining rivojlanishidir. Neyropedagogika ijodiy tafakkurga javob beruvchi miya qismlarini faollashtirish orqali bolalarda innovatsion yondashuvni shakllantirishga yordam beradi. Ijodiy tafakkurni rivojlantirishda neyropedagogik yondashuvlar, sensor stimulyatsiya. Bolalar ijodiy faolligini oshirish uchun turli sensorlar, eshitish, ko'rish, hid bilish, ta'm bilish, teginish, stimullar qo'llaniladi. Masalan, ranglar, tovushlar, tasvirlar orqali bolalarning tasavvurini kengaytirish mumkin. O'yinli ta'lim. O'yin jarayonida miya dopamin va serotonin ishlab chiqaradi. Bu esa bolaning ijodiy qobiliyatlarini faollashtirishga yordam beradi. Rol o'ynash, konstruktiv o'yinlar, jumboqlar yechish ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Assotsiativ fikrlashni rivojlantirish. Neyropedagogik metodikalar orqali bolalarni turli tushunchalar va obrazlar o'rtasida bog'liqlik o'rnatishga o'rgatish mumkin. Masalan, tasodifiy so'zlar, texnika orqali yangi g'oyalar yaratish. Harakat va ijod, jismoniy faollik, masalan, raqs, qo'l mehnati, teatr o'yinlari bolalarning ijodiy tafakkurini qo'zg'atadi, chunki harakat va miya faoliyati o'zaro bog'liq. Stress va bosimdan xoli muhit yaratish. Haddan tashqari nazorat yoki tanqid bolalarning ijodiy faolligini pasaytiradi. Shuning uchun erkin ifoda qilish imkoniyatini berish mumkin. Bolalar uchun ijodiy faollik bu o'yin, rasm chizish, qurilish, hikoya tuzish, muammolarni hal qilish kabi turli faoliyatlar orqali dunyoni o'rganish va o'z fikrlarini ifodalash jarayoni hisoblanadi. Ijodiy faollikning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilar: tasavvur va fantaziya. Bolaning voqelikni qayta tasavvur qilish va yangi obrazlar yaratishi, muammoli fikrlash, nostandart muammolarga yangi yechim topa olish qobiliyati, mustaqil fikrlash, odatiy andozalardan chetga chiqib o'z yo'lini topish, motivatsiya va qiziqish, ijodiy jarayonda ishtirok etish va o'zini ifoda etishga intilish. Ijodiy faollikning ahamiyati. Ijodiy faollik nafaqat san'at yoki fan sohalarida, balki hayotning barcha jabhalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Uning asosiy foydalari: intellektual rivojlanish. Bolalar ijodiy faoliyat orqali mantiqiy va tanqidiy tafakkurni shakllantiradi. Muammolarni hal qilish qobiliyati. Ijodiy fikrlovchi bola har qanday muammoni turli xil yondashuvlar orqali yechishga harakat qiladi. O'ziga bo'lgan ishonchni oshirish. Ijodiy yutuqlar bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Kommunikatsiya qobiliyatlarini rivojlantiradi. Guruhda ishlash va o'z fikrlarini ifodalash qobiliyatlarini oshiradi. Emotsional barqarorlik. Ijodiy faoliyat bolalarda o'z his-tuyg'ularini ifodalash va stressni kamaytirishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.